Yo'q, men blogerlik qilaman, sen uni qilaman. Xat, kelinlar chaqiringlar. Assalomu alaykum aziz o'rtoqlar, jigarlar, qarindoshlar, og'ayinlar. Bugun mana 2026-yilning 15-yanvari. Beshkent endi Qarshi tumanida joylashgan mana Beshkent shahrining Nuqrabat posyolkasida yashaydigan o'g'limiz Elerjonning xonadoniga buyuk bir baxshimiz, Xudomiz, O'zbekiston xalq boshchisi Bayqo'shqar Baxshi Ahmedov kelib mehmon bo'lib turibdi. Bu kishi mana Beshkent shahridagi musiqa maktabining katta o'qituvchisi. Ko'p yillardan beri mana shu musiqa maktablarida yoshlarga saboq berib, xalq og'zaki ijodidan yoshlarga saboq berib kelyapti. Yaqinlari mana bugun shu kishi aziz mehmon bizga o'g'limizga tashrif buyurgan ekan. Yaxshigina bu yoqdan suhbatlar qildik. Endi mana yangi yilning arafasida, yangi yil ham uzoqqa borgani yo'q. Kechagina mana nima deydi, bir yoshlarning bir bayramini o'tkazdik. Himoyachilar kunini o'tkazdik, bayram arafasida kelibdi. Ha, chaqiringizlar, kelinlarni chaqiringizlar, nevaralarni chaqiring. Endi bir yangi yilga, bayramga bag'ishlab mana shu hamma qarindoshlarimizga bag'ishlab mana Rossiyadan o'g'illarimiz, kelinlarimiz mana kuni kecha bir 3-4 kun bo'ldi kelganiga. Bunday qo'shiqlarni bular 5-6 yildan beri Rossiyada yurib eshitgan ham yo'q. Bu musiqalarni eshitgan ham yo'q. Bular rossiyskiy qo'shiqlarni biladi. Zamonaviy qo'shiqlarni biladi. Ota-bobolarimizdan qolib ketgan mana xalq og'zaki ijodining namunalarini balki eshitgan, balki eshitmagan. Bugun mana jonli guvoh bo'lib Baxshi bobomiz mana davramizning to'rida o'tiribdi. Baxshi bobo, endi shu o'zingizning bir tilaklaringizni aytib, mana biz xonadonimizga nevaralar kelyapti. Ochib qo'y, eshitni katta ochib qo'y da, buni uyning ichi qizib ketdi. Biroq qo'yib qo'y. Nevaralar kelyapti. Bir xili bog'chada, bir xili maktabda. Tog'dan Usonboy degan nevaramiz mana Beshkentlik maktabiga kelib o'qiyapti mana bu yerda. Islomboy mana nevaramiz mana bugun Baxshi bobosini bugun birinchi marta ko'rib turibdi bu yerda. Nasib bo'lsa mana shu yigitning katta to'ylarida Baxshi bobo endi bir davralarda qizitib katta bir tantan o'yin ko'rsatadi degan niyatdamiz. Baxshi boboning ishlariga rivoj tilaymiz. Nasib bo'lsa eli xalqimizning to'ylarida viloyatimiz nafaqat viloyat, Surxon, Samarqand, Jizzax, Toshkent, qancha viloyatimizdagi insonlarning to'ylariga tashrif buyurib, shunday kishilarning mana yaxshi kunlarini, bayramlarini, to'ylarini olib boryapti. Biz bu insondan yana bir faxrlanganimiz o'zimizning mana Dehqonobod tumanidagi Oybek sovxozida joylashgan Almat qishlog'idan o'zimizning joydori dehqoni Baxshimiz. Rahmat. Shu bilan birgalikda uzoq bir toshlar orasidan chiqqan bu inson mana qarang, katta baxshilar bilan bahslashib, bel bog'lashib, musobaqa qilishib, O'zbekiston xalq boshchisi degan unvonda sazovor bo'lgan. O'sha unvonni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'z qo'li bilan topshirgan, portretlari bor uylarida ko'rganmiz. Mana O'zbekistonda 38 million aholi yashasa, shuning ko'pchiligi prezident bilan ko'rish anavsiga sazovor bo'lmagan. Mana shunday inson mana davramizda turibdi. Marhamat Baxshi bobo, Xudomiz endi bu bizning xonadonimizga bir o'zingizning bir yurakdagi eng bir yaxshi so'zlaringizni aytib, termalardan aytib, bir jup bo'lsa ham, oz bo'lsa ham so'z qilib,
Mana biz sizni mana estalika videoga olib turibmiz. Nasib bo'lsa bu videongizni butun og'aynilar bilan ko'p joylarda ko'ramiz. Jigarlar ko'radi, do'stlar ko'radi, qarindoshlar ko'radi, og'aynilar ko'radi. Tog'lardagi do'stlarimiz, sinfdoshlar, xalqimiz ko'radi. Sizni o'zi hamma taniydi-yu, shunday bo'lsa ham bugun mana shunday bir estalika yana bir marta mana o'zimning baynaga video klipimga shu muhrlab olish niyatda sizga mana shu nima deymiz ilgari nima deydi shu yo'q munosib nima deydi to'g'rilab turibman nima deydi buni videodagi şeydi ilgari shu videochiman mayli bosh bu tasvirga olyapmiz tasvirda uzmaymiz nimaga uzamiz dalcha davom etadi uzmaymiz bizlar bo'ladi baxshi va hammasini o'zi qo'shiq bilan kuy bilan aytadi dildagi so'zlarni addalni gapirish shart emas. Endi o'tar dunyo sizi biz sarg'aymasin nurli yuz. Yeli boyning uyiga mehmon bo'ldik, ota qilgan ekan noni tuz. Davron suramiz, do'mbirani olamiz. O'zi akamiz bo'lasiz, Domilla bobo endi ikkovimiz. Shu ulingizning xonadonida deyarli bunday olganda o'zingizning xonadoningiz desangiz. Endi bizning xonadonda ikkovimiz aytib. Farzandimiz xonadoni bizning xonadonimiz. Sen ham qolib ketma. Kulib tur. Domilla baba kamning hurmati söyle sazım bir maydani şul akamning hurmati ya söylep bergin do'mbirani davran sürengi yel aralab yürüngi Çiberelerge baş bolup Domilla baba yengem bilen koşa karıp yürüngü Burada al sen hem adelini al. Eşitip yüresen, ben özüm eşitip yüremem. Sen özün al. Tağlar başı tuman Abad oldu bugün zaman Yeli baydın berekeli yanı üyüge Ata kılgan yekeni bizler bulduk mihmani Kulaklarımız Gap gelir dilinden Kırk iş gelir kolundan Kemal bayday bek ülkemizi Gelipti de karan tavdın yerinden Belen tavdın karını Kervan terzer narını Yeli baydın uyuda gördüm de Kemal baydın perzenti ya Hüseyin bayday cigitlerдің zorunu Tağdan kelgen alpamışsın Asmanın tolgan ayını Abad kılgan cayını Beş gün beşkenlerde gördüm de Koңratın İslam bayını rahmat
rahmat. Katta yigit bo'lsin. Aslanboy babası Davra davranı sürgenleri, yel aralab jürgenleri. Bir batıl başı yeşilsin damılla babayı, Rossiyadan kelgenleri. rahmat, rahmat. Maydan ara gelgendi, davra davranı sürgendi. Nuriddin baydın, Nuri baydın hürmeti. Aytayın da endi, yaxşı gapdan bilgendi. Rahmat, rahmat. Yel aralıp gülsünü, yelde oynap gülsünü. Yeli baymanan ümit aday singlimize koşa karıp gülsünü. Nasip olsa ul kızlarının toyuda menday bakşı hizmet kılsın. Xuda verip devletti, her adamga sevletti. Nuri bayday ükemiz bileni, Iradayam koşa karıp yüzüne, yerlerge toy bergende ya men kılayın hizmetti. Davra davranı sürayın, dombaranı alayın. Yaxşı niyet yarım devlet toylarında hizmet kılıp, hizmet hakkıga $1000'larını talayın. Rahmat. Ay, Aynur vay. Muhlisa Aynur vay. Hammasi. Ekav qaldi. Ha? Muhlisa, muhlisa. Aynur bilan muhlisa da nevarelerimize mi? Gelecekte ay berşinday kız bo'lsin. Qarsak bo'lsin, qarsak bo'lsin. Oylaganda oyig'ay, qarang baxshi kuyiga. Aynur bilan muxlisaning ham nasib bo'lsa, biz xizmat qilaylik deplamagan to'yig'ay. Oho, ana. Oliy ma'lumotli bo'lganda xizmat qilaylik oliy deplam to'yig'ay. Rahmat, rahmat. Rahmat, rahmat. Rahmat. Söylaydi da tiliniz, jarıq bo'lsin yo'lingiz. 100 marta bo'lsin nasib bo'lsa aydın yenge, sizning tug'ilgan kun to'yingiz. Rahmat. Bravo. Yana ajil xizmat qilasiz. Terisiga siymay ketdi bu, terisiga. Gap keladi payma pay. Ovozi bo'lsin mazgil joyi. Nasib bo'lsa yana yil tug'ilgan kuningizda men borib qo'shiq ayttiray, shunga jetkasin bir xudoy. Rahmat, rahmat. Tilaklaringiz ijobat bo'lsin baxshi buva. Yekavuz aytib berayik Husan boy. Bu dünyada şu görünler, şu görüşler kaladı. Ay yaşasın. Rahmat, rahmat. Ulab yuboring jup bo'lsin. Eshitib qo'yinglar, yana ajil mening tug'ilgan kunimda katta qilasizlar. Nasib bo'lsa shu bahna bilan bir hammamiz to'da bo'lamiz shu bahna bilan. Bu tashkilliklar ham yangi yil oldida o'zi ham.
kızıl ve kök ösedi. Onu medir ayağı çok basadı. Onu medir ceti darya kezedi. Balam şair bolsan şundan haber ver. Balam şair bolsan şundan haber ver. Oylanarkan tabasılar, cevabın tabasılar. Kulak saptır. Cevabın tabalmaysılar. O yekindir kızıl ve kök ösedi. O cılandır ayağı çok basadı. Balık bolar ceti darya kezedi. Bizden salam bolsun cevabımız şul. Bizden salam bolsun cevabımız şul. Bundan keyin biraz savol bersa birden biladigan bo'ldi. Biyaga quloq soqqan javob berasiz. O nimadir jag'asi var joni yo'q. O nimadir qanoti var qoni yo'q. O nimadir odam jutar joni yo'q. Balam shoir bo'lsang shundan xabar ber. Balam shoir bo'lsang shundan xabar ber. Kapandır cagası var canı yok. Kepelektir kanatı var kanı yok. Karaciğerdir adam yutar canı yok. Bizden salam bulsun cevabımız şul. Bizden salam bulsun cevabımız şul. O nimadir darvazasız kaledir. O nimadir derazasız binadır. O nimadir birbirinden aladır. Balam şair bolsan şundan haber ver. Balam şair bolsan şundan haber ver. O köngüldür darvazasız kaledir. O kabirdir derazasız binadır. Ayı kündür birbirinden aladır. Bizden salam bolsun cevabımız şul. Bizden salam bolsun cevabımız şul. O nimadir cemediler koydular. O nimadir kıyamatka koydular. O kümiyede tabanıdan soydular. Balam şair bolsan şundan haber ver. Balam şair bolsan şundan haber ver. O diydardır cemadiler koydular. O namazdır kıyamatka koydular. Nazımıydı tabanıdan soydular. Bizden salam bolsun cevabımız şul. Bizden salam bolsun cevabımız şul. O nimadir ceti ülke kezedi. O nimadir belin bir zarb yezedi. O nimadir adam kabi sezedi. Balam şair bolsan şundan haber ver. Balam şair bolsan şundan haber ver. O çobandır ceti ülke kezedi. O kozudur belin tayağı yezedi. Bedavatlar adam kabi sezedi. Bizden salam bolsun cevabımız şul. Bizden salam bolsun cevabımız şul. O nimadir toprak üzere sürünmez. O nimadir adamlarga görünmez. O nimadir hiçbir tonga bürkenmez. Balam şair bolsan şundan haber ver. Balam şair bolsan şundan haber ver. Erenlerdir hazar olmaz sürünmez. O baladır kelse gözge görünmez. Yalgan sözler hiçbir tonga bürkenmez. Bizden salam bolsun cevabımız şul. Bizden salam bolsun cevabımız şul. Hayaladı ağladı, söylese gep geledi. 5 günlük dünya ötkinci, her adam
yeniden Domburamdı alayın her namada çalayın Nima deysan Kemal Bay nasip bo'lsa İslam Bay'ın sünnet toyida gelip aytıp bereyini Öyle. Günler ötüp men qarib qalsam Yüreği desem qiynalib tursam Gapirishda adashib qo'ysam So'zlarimdan ranjima bolam Qariligim tushungim bolam Bizlarga ham aytyapti, bizlarga tog'u bizga. Ömür berib keksayib yursam 80 yoshni qoralab tursam Darman ketib suya deb tursam Qiynalmasdan suyagim bolam Qariligim tushungim bolam Ne bo'lganim o'zim bilmasam Javdirab yo'lingga qarasam Yosh baladay injiqlik qilsam Injiqligim ko'targim bolam Qariligim tushungim bolam Bir kun barabardir gadoboy İmandan ayırmasın Xudoy Qarib qo'ldan to'kib qo'ysam choy Mendan yuzing burmag'im bolam Qariligim tushungim bolam Bolam senga tashvish bo'lib qolsam Tonggacha men uxlatmay qo'ysam Agar senga juk bo'lib qolsam Otang jugini ko'targim bolam Qariligim tushungim bolam So'ylagandan so'yladik Yurakka gapni joyladik Bir fazil oydir yangay Tug'ilgan kuningizda eslab kuyladik Ot haydalsa maydan Tovush kelar har joydan Nasib bo'lsa Domilla bobo Yangam bilan hajlarga borib kelingizlar Hacı baba, hacı mama bo'lganlaringizda ham aytib berayik har joydan Bu kunlar ham g'animada aytib berdik bir maydan Davra surayik, yel aralab jurayik Bugun mehmoni bo'ldik Yana kelishda Yeliboyning uyiga to'ylariga kelib xizmat qilayik Ha, katta rahmat sizga Boyqo'shqor bobo. O'zbekiston xalq boshchisi Qahar Baxshi Rahimovning shogirdi Boyqo'shqor Baxshi Ahmedov bugun bizning xonadonimizda mana bir o'zining chiroyli termalari bilan hammamizni xushnud etdi. Mana yaxshi kunlar hali uzoqqa ketgan yo'q. Mana mamamiz ham 21 dekabr edi tug'ilgan yili. Bu yog'i yangi yilning bugun 15-kuni bu ham uzoq ketgan yo'q. Mana kechagina Vatan himoyachilari kunini o'tkazdik. Bu ham hali uzoq ketgan yo'q. Mana shu Baxshi bobomiz bizning xonadonimizga yaxshi kunlarda yangi yildan keyin mana yaxshi orzu, yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurdi. Boyqo'shqor bobo sizning ishlaringizga rivoj tilaymiz. Eski yilda ushalmagan orzularingiz, amalga oshmagan barcha ishlaringiz nasib bo'lsa
yangi yilda amalga oshsin. Yana bir marta qayta aytamiz, mana shunday ishingizga rivoj tilab, doimo sog' omon bo'lib, ömrünüz uzoq bo'lib, kelajağınız parlaq bo'lib, elimizning, xalqimizning to'ylarida, yaxshi kunlarida, bayramlarida, aziz insonlarning mana shunday xonadonlarda mehmon bo'lib, hammani xushnud qilib, g'animat dunyoda, omonat dunyoda bundan keyin ham doim omon bo'laylik. Xudochiligimiz ming yillargacha davom etsin, bordi keldimiz davom etsin. Bir-birimizga bo'lgan hurmat, izzat, mehr oqibat uzoq yillargacha davom etaversin degan niyatda ushbu video klipni, rolikni bizlar esdalik uchun tayyorlab tugatdik.